Rahmat qizim. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Men Toshkentdan Sevaraman. Sizdan ro'za haqida so'ramoqchi edim, maylimi? Uydagi atalardan hech kim yo'qmi? Ha, onam bor, lekin ular senga Toshkentdagilar. Eshitaman qizim, eshitaman. Biz oilamiz bilan hozir ro'za tutyapmiz. Lekin iftorlikda ham, saharlikda ham duo bilan ochib, duo bilan yopyapmiz. Chunki ishga ishonamiz yo'q. Aytingchi, bizning ro'zamiz qabul bo'lyaptimi?